Hozirgi kunda ko'pchilik shaxsiy rivoji ustida ishlashni boshladi va o'qib o'rgansam, bilim olsam, hayotim o'zgarar ekan deb ancha tushunib qolishdi. Bu albatta quvonarli holat, lekin o'qishni o'zi kamlik qiladi. O'qigandan keyin anglash olish kerak. Anglash olganda miyada nimadir transformatsiya bo'ladi, ya'ni eski tushunchalarning o'rnini yangi tushuncha egallaydi va shu asosida inson xatti-harakati o'zgarishi kerak. Yangi tushuncha asosida boshqacha harakat qilishni boshlash kerak. Agar sizda xatti-harakatlaringiz o'zgarsa, sizda hayotingizda ham o'zgarish bo'ladi. Lekin xatti-harakatingiz o'zgarmasa, siz yana eski tushunchangizga qaytib kelib qolsangiz, yana eski xatti-harakatlarni takrorlaydigan bo'lsangiz, hech narsa o'zgarmaydi. Bu nimada bo'lishi mumkin? Bu er-xotin munosabatlarida, bu daromad orttirishingizda, bu farzandingiz bilan